Bu ko'k choy, bu qora choy. Bu esa ivan-chay. Uskalista Kipre deyiladi. Endi nimaga shu ko'k choy bilan qora choyni o'rniga bir oy mana shu ivan-chayni ichishingizni 3 ta ilmiy sababi va kutiladigan natijani sanab beraman. Birinchidan, ivan-chay ichishingiz bu qonni xususiyatiga ta'sir qiladi. Ya'ni temir moddasini so'rishni yaxshilaydi, yangi qon hujayralarini ishlab chiqarilishini yaxshilaydi va mikrosirkulyatsiyani yaxshilaydi. Ikkinchidan, bosh miyani himoya qiladi va xotirani yaxshilaydi. Neyronlarga ta'sir qilib, ular oziqlanishini yaxshilab, oksidativ stressni neyronlarga kamaytirib beradi va natijada bosh miyani qarish jarayonlarini oldini olib beradi. Uchinchidan, bu ko'k choy, qora choyga o'xshab stimulyator emas, восстановительный effektga ega. Ya'ni davolaydi, holatni, xususiyatni yaxshilaydi. Albatta, bir choy qoshiqdan bitta stakanga solib, qaynoq suv solib turib, 20 minut damlab turib, mana shu choyni ichsanglar bo'ldi. Bir oy zo'r natijaga erishasiz. Salomatligingiz va bosh miyani holati yaxshilanadi. Albatta, like bo'lsangiz, tarqatasiz. Siz bilan doktor Kamilov, e'tibor uchun rahmat.